Hammaga assalomu alaykum. Kurkamizni ko'zi mana shunaqa ahvolga. Kurkani ko'zi shamollab qolgan. Yuzi ham ozgina shishgan. Mana shunisi birga davolaymiz. Mana shunaqa narsa bor ekan. Betapt aka tavsiya qildi. Birinchi paxta bilan ko'zini artamiz. Endi harakat qilaman telefonga sal neudobniy ushlasham. Kechki payt qilinsa yaxshi bo'lar ekan. Kunduzdan ko'ra kechki payt mana ko'zini yumib yotadi-ku. Yotgan payt sal foydasi bor ekan shu narsani. Shuning uchun kechki paytga men sultonman. Bu birinchi kunda. Endi necha kun cho'ziladi, ko'rib chiqamiz. Yaxshi bo'lgancha shunaqa qilamiz-da. Ko'zini pastki tomoniga surtish kerak. Anchagina shamollab qolgan, holsizlanib. Birinchi kun endi bu. Keyin mana shunchagina idishchaga ozgina suv, mana shu idishchaga ozgina maklaran. Shamollashni oldini olish uchun. Maklaran erigunicha aralashtirib turish kerak. Birdaniga erib ketmaydi u. Xuddi mana shunaqa narsa. Mana shu narsani tavsiya qildi. O'zi rasmlari ham bor. Endi kurkaniki yo'q, kurkaga ham bo'lar ekan. Buni narxi har qaysi betapligiga har xil. Men 25 ming so'mga oldim. Maklaran ham shunaqa har xil. 3 ming so'm, gram shunaqa 3 ming so'm maklaranniki. Bu shamollagandan keyin mana shunaqa alohida qafasga tiqib qo'yish kerak. Mana shunaqa tepaga qo'ysa, mana shu suvlarni, donlarni tepaga qo'ysa, to'kish sal qiyinroq. Har kun video qilib boraman. Foydasi bo'lsa yaxshi. Bugun kurkamizning ikkinchi kuni. Unchalik yaxshi ta'sir qilmabdi. Xuddi birinchi kunday ko'zini tozalab olamiz. Ikkinchi marta yana tozalaymiz. 2-3 marta toza bo'lguncha artish kerak-da. Pastki tomoniga surtamiz. Bugun ikkinchi kun. O'zgarish uncha yaxshi emas. O'zgarish bor, lekin yaxshi emas uncha. Shunaqa qilib katakka qo'yamiz. Kechagidek suviga dorisini qo'shamiz. Maklaran ko'rinishi yaxshi ko'rinmaydi. Mana shunaqa ko'rinishga maklaran.
Ozgina suvga qo'shamiz. Yaxshilab aralashtiramiz eriguncha. O'zi iliq suvga qilish kerak, buni tezroq eriydi. Yana shu suvni tepaga qo'yamiz. Bugun 3-kun. Ko'zim ichidagi oqlar ketgan salgina. Mana shunaqa ko'rinishga bo'ladi. Mana shu oqlarni tozalab olish kerak-da. Toza qilib olish kerak. Oq qolmaslik kerak ichiga. Yana bitta artib olamiz. Ko'zi yoshlanyapti. Buni surtamiz. Mana shunday qilib surtib, chiroyligina qilib. Bugun 3-kun. Keyin kurkani qanaqa qulay ushlash. Yana tovuqqa ham bo'ladi, kurkaga ham bo'ladi, parrandalarga bo'ladi. Ikkita qanotini mana bosib qo'yganman tizim bilan. Ikkita qanotini birlashtirib, ikkita oyog'im bilan bosib turaman. Qulay. Tipirchilamaydi. Sekin qo'yamiz. Shu kun abadga qaraganimda suvni to'kibdi. Endi ichganmi, to'kkanmi, idishi pastga. Shunga eritib olish kerak-da, aralashtirib. Bugun 4-kun. O'zgarish uncha yo'q. Tozalab yana artamiz. Juda o'xshamadi boshqatdan. Aralashtiramiz. Beshinchi kun bugun. O'zgarish rost akam unchalik yaxshi emas. O'zgarish unchalik yaxshi bo'lmaganligi uchun shu kun ertalab bir surtdim vaqtlik. Kechqurun. Bu kechqurun yana surtaman. Endi 2 mahalga o'tdim. Oldin faqat shu 4 kungacha faqat kechki paytida o'zgarish unchalik bilim yo'qdi. O'sha uchun ertalab ham kechqurun ham
Bugun 5-kun bo'lsa ham o'zgarish sezmayapman o'zim. Yana ertalab-kechqurun surtib boraman. Bugun 5-kun-ku. Oltinchi kun bugun. O'zgarish yo'q. Xullas, effekt yaxshi emas. Men o'zim shamollab qoldim, lekin bu yaxshi bo'lgani yo'q. Shunaqa holat bo'lsa agar yaxshilab ko'zini mana shunaqa qilib artib olib, bugun xullas o'zgarish yaxshi bo'lmagan. Bugun ertalab vaqtlik surtdim. Keyin obedga bir surtdim. Ana bugun kechki payt yana surtaman. Bu tezroq tuzalishi kerak-da bu. Oldin ko'zini faqat mana shu joyiga surtardim-da. Endi bugun boshqacha qilaman. O'zi qovog'ini tagiga qo'yish kerak. Buni qila olmasdan kamera ana shunaqa qilib ochib turib, o'shani ikkinchi qo'lga ildirib olay. Shu ochgan payti yoshlanadi, tez artish kerak. Mana shunaqa ochib turib, ichiga quyish kerak-da. Shunaqa ochamiz. Xullas, yana qo'rqib qolmasa, mana shunaqa ochgandan keyin ichiga quyish kerak. Qovoqqa pastki tomon shuna tiqib turib qisamiz. Mana shunaqa qilib mana shunaqa qilib endi o'sha nima deydi, mana shu 5 minutlar turish kerak-da, xuddi shunaqa. Nimaiki 5 minut turish kerak? Men doim shunaqa doğrulab ko'ziga surtib qo'yayotgan paytimga qafasga tiqib qo'yaman. O'sha patiga artib tashlayapti-da u. Ko'zlarni patiga artib tozalab qo'yapti. O'shanga bu turish kerak. Mana shunaqa qilib 5 minut turib, 5 minutdan keyin o'sha qafasga tiqaman. Ungacha artmaydi ham, tozalamaydi ham patiga. Ko'ziga bir ancha bir foydasi tegsin deb 5 minut endi kutaman endi. Keyin mana shunaqa qildimmi, o'sha bugun 6-kun bo'lsa agar, ertaga 7-kunga ertalab bir, o'sha obedga bir, keyin kechki payt mana xuddi shunaqa vaqtga bir qilish kerak. Sekin-sekin o'sha o'zgarishini sezmayapman-da, o'sha uchun 3 mahalga o'tdim. O'zi kechki payt aytilganda bu o'zgarmayapti-da. O'sha uchun men ham majbur. Shunaqa kutaman, endi 5 minut bo'lgandan keyin sekingina qafasga tiqib qo'yaman. Videoni ham mana shu yerga tugataman. O'sha 7-kunga o'tib ketadi. Keyin qaranglar, hozir mana bunaqa suvga, bu toza suv o'zgarmayapti-ku. Bu o'zgarmayapti. Maklaranni og'ziga quyib bir 10 minut, 5 minutlardan keyin suvni qo'yish kerak. O'sha suvga nima deydi, suvga aralashtirib tashlayapman maklaranni. Foydasi, uni ham foydasi yaxshi bo'lmayapti. Yaxshi bo'lmaganligi uchun ham men birinchi og'ziga quyib turib, o'sha maklaranni og'ziga tashab, bir 5 minut, 10 minut kuttirib,
turgandan keyin qafasiga o'sha suvni qo'yaman. Nega bu tomoqlariga bu qolib ketmasligi uchun, suv ichib itarib qo'yishi uchun ichkariroqqa. Shuning uchun bu hozir toza suv. Baklaran toza suvga aralashmagan. Baklaranni ertalab vaqtligina suvsagan paytiga baklaran tashlayman og'ziga. Tashlagandan keyin suvni qo'yaman. O'shani ham maklaranni tashlaganimdan keyin bir 5 minut, 10 minutdan keyin o'sha suvni qo'yaman men. Hozir shu endi o'sha 7-kunga o'taylik. Bugun 7-kun. Sal yaxshi. Sal kechakidan yaxshiroq. Tozalab artib qo'yamiz. Sal oqlari kam. Kechakidan oqi kam. Shunaqa ko'zini ochib pastki qismiga quyish kerak. Maz. Shunaqa bir 5 minut shunaqa qilib artadi-da. 5 minut shunaqa qilib qo'yamiz. Kecha aytganimdek shunaqa maklaranni shunaqa qilib og'ziga qo'yamiz. Mana shunaqa turadi, bir 5 minut, 10 minut men ushlab turaman. Videoni ham to'xtataman. 10 minutdan keyin o'sha qafasga tashlayman. Keyin suvni beraman. 7-kun namoyon. Ko'zi ancha yaxshi. Настроенияsi ancha yaxshi. 7-kun namoyon. Ko'zini ochib, yopib turibdi. Shishlari ham qaytgan bo'shini shishi. Bugun 7-kun kechqurun. Ancha oldingi kunlardan tetikroq bo'lgan. Mana shu 3-mahal, 3-mahal. 7-kunga 3-mahal bo'lyapti. Mana shunaqa qilib artadi o'ziga. Shu artishga qo'ymaslik kerak shuni. Mana shu narsani o'zi 10 ta kurkaga yetadi deb bergan. Bittasi tuzata olmayapti. Shunaqa qilib ochib qo'yib og'zini. Ko'rinadimi? Mana shunaqa qilib bir 5 minut ushlab turib, keyin qafasiga tashlayman. Arta olmaslik kerak-da.
artsa agar foydasi bor-u kam. Shunaqa ushlab tursa foydasi ko'proq. Boshiga ko'zini ustiga qilganman. Uncha yaxshi foyda bermagan. 7-kunni kechqurungi vaqti 3-mahali. Videoni to'xtataman. Ertaga yana surtaman. Qolsa. Shu kun namoshim yaxshi edi. Ertalab surtganimga sal o'zgarish bor edi. Keyin obedga namoshim qaradim. O'zgarishi yaxshi. Yetsa yana 2 kun qilsa mana shunaqa uzr bo'lib ketadi. Tugab qolmasa. Bir 5-10 minut ushlab turib katakka qo'yib berib qo'yaman. 8-kun ertalab ko'zini ochishni boshlagan. Ishlari ham qaytgan. Kun ertalab 1-mahal. Oldingidan ancha yaxshi. Yana bir 5 minut ushlab turib. Suka. Shu bu ham qolmadi. Bugun obedga yetadi. Qarayman. Yetsa yetdi, yetmasa shunaqa qo'yaveraman. Bir 5 minut ushlab turib, o'sha katakka qo'yib qo'yaman. Obedga yana video bo'ladi. 8-kun obedga payti. Nasriyasi zo'r. Bugun ko'zga sepaykon, ko'zga surtaykon dori ham tugaydi. Nasriyasi yaxshi. Ko'zini shishi yo'q. Sal ko'zini yumibdi. Ikkalasini ham lekin ikkala ko'zini ham ochib turibdi. Hozir ko'ziga yana surtaman. Mana shu ko'zi edi. Ko'zini ochib turibdi. Oldingidan ko'zi yaxshi. Oqlari ham yo'q qolgan ichidan. Och olmasdi-da oldin. Ko'ziga oqlari ham yo'q. Tetigroq olmagan, o'zini tashab turardi. Hozir yaxshi. Hozir ko'ziga surtaman. Ko'ziga surtib bo'ldim. Mana bu ham tugab qoldi. Nasriyasi oldingidan ancha yaxshi. Yeyishi ham zo'r. Yana boshiga nimalar qilganman, mana shu geldan mazdan surtishdan oldin men nimalar qilganman? Kechqurungi payt yana video qilib aytaman javobini. Ko'ziga surtib bo'lib qafasga qo'yib berdim. Nasriyasi zo'r. Ko'zini ochib yumib turibdi. Shu bilan endi yaxshi bo'lib ketadi. Xohlasa. Kun obed. Ko'zini ochgan. Qara. Ko'zini ochgan, ko'zining shishlari ham yo'q. Nasriyasi yaxshi. Ko'zlariga oq ham yo'q.
ancha tetikroq ko'zini ochyapti. Mana shu ko'zi yetdi. Lekin ichidagi oqi yo'q. Mana bu tugadi, xullas. Bu tugadi. Buni birinchi kun bir mahal kechqurun qilish kerak. Men tavsiyam shunaqa hozir. O'zi ko'rib o'ylim buncha kunga cho'zilmasligi kerak edi. Birinchi kunga birinchi mahal kechqurun surtish kerak. Ko'z qovog'ini pastki tomoniga. Ikkinchi kun ertalab, keyin kechqurun. Uchinchi kunga ertalab obedga, keyin kechqurun. Uzoq bilan bir 5 kun, 6 kunga o'ziga kelardi. Keyin bundan oldin bunisini surtganman. Mana shu surtganman, bu ham o'sha tuga bo'lgan pashti. Buni faqat kechqurun surtganman, keyin ertalab surtganman. 10 kunmi shunaqa surtganman. Foydasi bo'lgan, salgina bo'lgan. Shpritsga o'xshagan gelni olganman. Lekin bulardan bo'g'zi shamollagani bitta. Endi bu ham o'zi tuzalib bo'ldi. Bu yog'iga yana 4 ta bor-da. 4 ta bor. Bitta moda, ikkita, 3 ta moda. Mana shular. Shu ko'p yotib turibdi mana shu. Tug'adi bular. Bularni tuxumidan jo'ja ham o'stirganman. Hozir ana shu videoni davomiga o'sha jo'jalarni ham ko'rsataman. Yana mana bu joyga kurkani ham jo'jasi bor. Keyin tovuqniki ham bor. Mana shular o'sha hozirgi kurkalarni tuxumidan chiqqan jo'jasi. Bu endi tovuqniki. Mana bular kurkayni kattaroqlari o'zi bilinadi, kattasi. Kattaroqlari bilinadi kurkaniki. Mana shu jo'jalarni chiqarganman yaqinga. Chiqqaniga bularni chiqqaniga 10 kunmi shunaqa bo'lgan. Mana bu joyga inkubatorga yana bostirganman. Buni yaqinga bostiraman. Endi buni ham chiqishini kutaman. Tuxumlarigacha, shu inkubatorgacha, jo'jalarigacha ko'rsatib o'raman. Maxluqdan uzoqroq tutish kerak. Jo'jalarni, kaftarlarni, bu o'zimniki-yu, o'xshamaganlari bor, yirtqichroq. Shulardan himoya qilish kerak. Bu kaftarxona. Bosib turibdi tuxumini. Bu joyiga xonakilar, keyin mana bu joyiga yovvoyi kaftar. Ko'cha kaftar. Bularni taxminiy bir 6 tami 7 tasidan ko'paytirganman. Tepasiga yana jo'ja ochib chiqib turibdi. Hozir harakat qilaman o'sha jo'jasini ham ko'rsatishga. Bu chisti yovvoyi. Mana bu joyga mana tuxum ham qo'ygan. Bu joyga tuxum qo'ygan. Bosadi. O'zidan o'zi ko'payib ketaveradi ular. Mana bitta jo'jachasi bor. Jo'jachasi kichkinagina. Keyin mana bu joyga bor. Ko'rinadimi, ko'rinmaydimi bilmadim. Bor jo'jalari tuxum tug'ib ko'payishni boshlagan. Mana bu o'zi bosib turibdi. Mana bu tomoniga ham bosib turibdi. Tuxum tug'adi, bosadi, ko'payadi. Bular yovvoyi. Chisti yovvoyi. Mana shular yovvoyi. Endi bular boqib
ko'paytirib, keyin kamayishni boshlaydi bular. O'zi 6 ta, 7 tadan ko'paygan bular. Hozir 15 ta, 18 ta shunaqa atrofga. Mana bu joyga, tepaga xonakilar. Nimalarga xonakilar bor. Lekin bularni qo'yaverib bo'lmaydi. Bularni qo'yaversa umuman qaytib kelmaydi shu bilan. Mana bunaqa xonakidan bor, bir 40 tami shunaqa atrofga bor. 40 tadan ko'proq bo'lishi ham mumkin. Mana tomlarga bor. Har qaysi joyga uchaveringlar. Video shu joyga tugaydi. Nima bilan ham tuxum tuqqan, bosib turib, jo'ja chiqarib, sekin-sekin o'zi ko'payadi. Ana tepaga yuqoriga jo'jasi bor, yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana bu ham jo'jachasi. Shu joygacha ko'rganlaringiz uchun rahmat. Kanalga obuna bo'linglar. Bundan ham zo'r videolarni qo'yib borishga harakat qilaman. Video cho'zildi. Cho'zilganga ham shu oxiri nima deydi? Quyon qolib ketdi. Quyonni ham ko'rsataman hozir. Pastki bu kaftarxona birinchi etaji, ikkinchi etaj kaftarxona, pastdagi birinchisi quyon. Bu yoqqa quyon bor. Joy ekonom qilish uchun. Bu joyga bor. Keyin ikkinchi joyi mana bu joyga bor. Ular tug'gandan keyin bolalarni mana shu joyga olaman. Bu joyga bor. Mana shu hozirgi quyonlarni bolalari bor. Bolalari alohida, keyin modalari alohida. Narlari ular ham alohida. Mana bunaqa joyga. Bu ham nar, mana bunisi ham nar. Kaftarlar bilan kurkalarni unaqasi shu. Kaftar bilan kurkani yemishlari, quyonni arpasi tugab qolgan. Bu keyin press beda berardim, bu ham tugagan. Kipakda ham yaxshi yeydi quyonlar. Videoni ham to'xtatamiz. Video vaqti ham cho'zilib ketdi. Endi bemalol bu videoni yo'talib ko'rayotgan video bo'ldi-da, uzun video bo'ldi. Rahmat hammalaringizga, sog' salomat bo'linglar. Videoni ham to'xtatamiz. Sog' bo'linglar.